Toshkentda havosidan noliyab turgan akalarimiz uchun maxsus reportaj. Kaliforniyada akalar mana sizlar o'sha havas qilyap turgan Amerikadagi havoni holati. Bitta mana shu yerda qanaqadir bir rezinka ishlab chiqaradigan, qanaqa rezinka ekan bilmayman, zavod bor va ashundan chiqyap turgan tutun. Telefonimda ana AQI degan havo indeksi bor, ashu 3,5 ming ko'rsatyapti. Jalab ujislar uchun makonda bu. Men qarayman, men oralarida yugurib jipers chiqib balonimga pichog'ini otib meni osmonga uchirib kallamni uzib ketsa edi. Nafas olish esimdan chiqib qopti. Aynayda tushirib ketdi deyman desam, tashqarida zaharli gaz nafas olmayapti, bosh og'riyapti. Yopib ketdi deyman desam, orqada sherigim ammiak bilan kislotani aralashtirilgan holatda o'lim gazini ishlab chiqaryapti. O'pkami yarimi ishlamay ham qoldi bilan. Tip-top to the tulips with me. Nardadir xayolni o'tdi, Xudoga shukr. Amerikada ham havo yaxshi emas ekan, endi tinchgina uxlasak bo'laverar ekan. Trak bozorga keldi akalar. Mana birinchi trak bilan mana 4-trakni sotib oldik. Ishlarimiz yaxshi, siqilinglar. Biz trak olib o'zi sotishni boshlayapmiz. Haqiqiy betim ko'rinib qopti, effekt qo'yish esimdan chiqib qopti. Hatto ko'tlar trak ham bor ekan. Shunaqa rangli trak ham bo'lam, hezallak trak. Trakni option nech pulligini aytmayman akalar, lekin bittagina zapchasini ko'rsatib, o'shani narxini aytaman. U zapchasning funksiyasi nima? Traklar o'chganidan keyin konditsioner vazifasini bajaruvchi, ya'ni o'chiq turgan holatda ishlaydi konditsionerlar. Zaybal nima deyapman? Tak u zapchas mana orqasida joylashgan, nomi APU va narxi buni $15,000. Gentra legenda. O'sha sizlar legendarni Gentra deydigan mashinalarni mana traktor orqasiga aksessuar sifatida yopishtirib qo'yishgan akalar. Chuvololila. Lolali lolala. Lalali lali la lalali lala. Babuin yana trakda o'tiradi. Obshi 10 tadan ko'p trak olindi akalar. Hozir Indianapolis degan shtatdaman. Ertaga o'sha boshqa shtatga boraman. Shunaqa qilib polni Amerikani aylanib traklarni olib kelaman o'zimizning maktabga. Trak olmoqchi bo'lgan akalar bo'lsa, lichkamga yozsanglar, men sizlarga trak sotaman. Oddiy o'zbekda ko'nidan o'tadigan holat. Bilat ishlari yaxshi bo'lib ketyapti ekan. Yaqinda Mercedes oldi, endi trak olyapti ekan. Nima ish qilyapti ekan bu iflos? Poraxo'r. Bu videoni qilgani bittagina imkoniyatim bor, sababi 23:59 3-iyul kun akalar tirnag'im o'sib ketdi. Meni kechir, video uchun qildim. Meni kechir. Xullas akalar, 1776-yil 4-iyul kuni Amerika ofitsial mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan kuni. Bu degani Buyuk Britaniyadan ajrab bugundan biz mustaqilmiz degan kun akalar. Amerikaliklar uchun juda ham bir keng inshaalloh degan bayram. Hech kim majburlab tadbirlarga institutdagi o'quvchilar yoki litseyda o'quvchilar majburlab chiqarib, sen mana shu yerda o'tirasan deb hech kim majburlamaydi. Salutlar ochishadi, restoranlarga borishadi. Xullas Amerika bo'yicha polniy dam olishadi. Men kattalik bilyaptim, sasovlarimchi Xitoyga sotilibdi, Xitoyning futbolkasini kiyibdi, tashat. Akalar, shu bilan bir qatorda Amerikada shunaqa katta bayram bo'lishi bilan bir qatorda mana 4-iyul kirib keldi. Bugun Kamina Kamtarin topovoy babuinda tug'ilgan kuni. Ya'ni Amerikaning mustaqillik kuni, bu degani topovoy babuinda tug'ilgan kuni degani. Shu fursatdan foydalanib to'rtim chirib ketibdi, men qaranglar videoni qilganimcha. 2 raqami manetga tushib ketibdi. Nimanidir eslatyapti. O'chirmoqchi edim hozir. O'zimni tug'ilgan kunim bilan tabriklayman. Shunaqa shaxs bo'lib yetib, hech kimning fikriga qaramaydigan, zombi bo'lmagan odam bo'lganim uchun o'zimni tabriklayman. Shu joylarga kelib, hech kimga qarab qolmasdan, hech kimdan pul so'ramasdan, o'zim mana shu holatlarda yurganim uchun Xudoyim menga shuncha imkoniyatlar berib, shu imkoniyatlardan foydalanganim uchun o'zimni tabriklayman. Kelajakda bundan ham zo'r ishlar qilishimga o'zim tilakdosh bo'lib qolaman. O'zim rahmat. Sog' bo'ling. 2 hafta kutgan zakazim keldi akalar. Qadrdonlar, zakazlarimiz sizlar bilan birgalikda do'st bo'lib ochaman. Ichidagi narsalarni hech qanaqa bir o'yinsiz ko'rsataman. Zakazimning narxini oxirida aytaman sizlarga. Korobkani bekor qildim. Endi mayli, sizlar uchun hech narsa qilmaydi. Akalar, babuin ham odamga o'xshasin, onangni emmagul. Ya. Dema, sumka. Zaraniki haqiqiy kojimda, men ham elitni bolalarga o'xshab yuraman endi akalar. Kojimda kurtka. Haqiqiy Zaraniki, haqiqiy koja. Sizlarga ko'rsataman, kiyib buni akalar o'zi bilintirmasdan kiyishim kerak edi. Takoy mashinalar bilan o'xshatib, endi men bo'lishkim keldi sizlar bilan o'zimni.
Xursandchiligimni chunki anchadan beri kiyim qilganim yo'q, muhimi tinmay gapirib turishim kerak, odamlar zerikib qolmasligi uchun. Akalar, normalniy stil, ishoninglar, hozir endi dabdurustdan kiyib tashlayapman, qandaydir bunaqa chiroyli effekt bermagan bo'lishi mumkin, lekin normalniy stil. Demak, keyingisi. Xo'p, keyingisini hozir ochyap turib sizlarga davom ettiraman. Keyingisi ham tayyor akalar, bismillah. Bismillah deydi, yaxshi odam ekan. Haligi bitta ko'ynagim bor, ash ko'ynakga o'xshagan, endi bu sal qalinrog'i, jimper akalar. Nima uchun olganimni sizlarga aytaman. Nepa sezoni bo'lsa ham, lekin juda ham yarashadigan zo'r narsa. Undan tashqari yana bitta jimper akalar, bu boshqacharoq, rangi, fasoni ham ozgina boshqacharoq. Undan keyin akalar, hali hammasi kelmabdi, yana bitta korobka kelishi kerak. Krossovka, u ham Zarraniki akalar, baho beringlar videoga ko'rinishiga. Shorti akalar, bomjlar shortiga o'xshaydi, mana sit qo'yib yuradi, ya'ni Rossiyaning bomjlari. Shunga o'xshagan, bu ham hammasi Zarraniki akalar. Bu boshqacha shim, mana nomini bilmayman, endi men ham o'zimcha stilga qiziqdim bir. Yana boshqacha shim. Hammasi Zarraniki, hammasi original akalar. Yaxshi narsalar, sifatli narsalar. Endi chiroyli bola bo'lib Mercedesda taka yuramiz, o'xshatib bo'ldi. Endi bichga o'xshab yurganim, qizlarda ham men ham o'zi o'rashdi boshli, qachongacha yuraman? To'g'rimi? Hali возможность bor, foydalanish kerak. Qadiyga bichlar yuribdi-yu, qarzga kreditga kiyim olib. Men o'zimga pozolyat qila olaman, normalniy yuraman. Xullas, kiyimlarning hammasini narxi akalar $330 bo'ldi. Bundan tashqari yana kiyimlar bor. 9 xil kiyim oldim, ichida krossovkalar ham, hamma narsa bor. Original narsalar $330 bo'ldi. Sababi birinchisi bu Amerika, bir-birini sikmaydi hech kim, ikkinchisi 80% skidka qilgan. Kelaverasizlar. Nimagadir Sharxon esimga tushib ketyapti, nimaga ekan? Bo'ldi, Sharxon esimdan chiqdi. Voy, adashib. Meni mashina jinnalik qilgan payting politsiya yurgan bo'ladi atrofingda. Jalab kulishdi, yig'lashni bilmaysan, ko'zlaring orbitasidan chiqib ketdi deb, chirranib gapirasan, tuxumlaring, tomirlari uzilib ketdi deydi, bilat global muammolarni, haqiqiy muammolarni gapirasan, bilat reklamni postda ko'radigan bo'lib qolishdi. Masalan, ko'rsatuvmanmi, jalab videolarni tagib qarasanglar, kommentariylarda jalab reklama berib yotibdi. O'qib xuyet qilyapman. Andijon bo'yicha guruchchi bor, 60 ta o'tgan kampirlar depilyatsiya qilish xizmati, jalab bug' terish va hokazo. Nima jalab boshqa joyi yo'qmi reklama qilgani? Yo kommentariylar o'chiribmi, yo pulli qilibmi jalab. O'zbekmani kimdir qayerdandir foyda topishni boshlayapti tursa, asl joyda pulli qilib qo'yishim kerak-ku. Amerikaning bog'ini tozaligini qaranglar, akalar, eng qizig'ini tog'da cho'payini qo'liga ushlab olib, molini qo'ylab yuradigan bekarchilar yo'q biladi. Bunaqa joylarda bizni qishloqlarda chalab olib kelishardi. Kommentariyalarimda reklama qiladiganlar, yo reklama qilmanglar, yo menga dollar beringlar. Telegram kanal ochaymi reklama uchun? Xuy bozor degan. Zamon nima qilyapti? Biznes video olaman desam, bir bolalar qilishaveradi, mishaz qilishadi. Ani sochini o'stirib oladigan dalboyob pituxlar lichkamga videolaringni tashlashavermagan, like qo'ying, paddeshi qo'ying, xuddi men like qilib paddeshi qilsam, sen bloger bo'lib ketadigan, sen birinchi o'rinda erkakga aylan, ozgina preobrazovание qil, figurengi ishla, miyengi ishla, va chachini ol, salimda odamga o'xshab gapirishni o'rgan. Gandon turadi, tor shimni kiyib olib, bilan qilib rasmga tushadi, bilan butun internet tarmog'iga ashi shablonoviy rasmini qo'yib, jala o'zini ashi rasmi bilan bloger qilgisi keladi. Dalboyob bunaqa ishlamaydi internet olami. Keyin yana bitta qo'shimcha ma'lumot akalar, bugun Amerikada Thanksgiving Day, ya'ni День благодарения ruschasiga aytgan. Ya'ni qanaqa bayram? Roltinimi ko'rsatib berasizlarga. Voy, dalboyob qilyapman. Ataymi video olyapman bilan. Ana bugun akalar Amerikada hamma bir-birini kechiradigan kun. Biz o'zbeklardan battar oilaviy urushadi. Bizda o'zbeklar ota o'g'illar bir-biri bilan ona bolalar yer talashadi uchastka. Bularda shu ko'tini qattiq qashlab qo'ysa, voz kechishaveradi bir-biridan ota-onasi, bir-biridan bolalari va hokazo. Yana bitta qo'shimcha gapirib o'taman. Iltimos, men tug'ilasizlarmi, o'lasizlarmi, menga lichna po'xuy, zaybal qildinglar, shu tug'ilgan kunimda istoriya qo'yib berib, tug'ilasizlarmi, menga nima qizig'i bor biladi. Har kuni 100 ta odam yozadi, tug'ilgan kunimda istoriya qo'yib bering. Po'x qo'ymasin, menga tug'ilsin biladi. Xohlasang kibr deb o'yla, men kibrman.
O'zidan u ketib qopti, bu boykot qilamiz. Boykot. Har xil konserva bankalar men haqimda hate videolar qilsa men ahamiyat bermaslikka harakat qilaman. Endi ba'zi ko'zim tushib qoladi. Bugun ham bittasi ko'zim tushib qoldi. Feministkalar haqida bitta video qildim. Menga o'sha javob beribdi. Javob berishim qanaqamdek o'qib beryapti. Bugun ChatGPT'da rosa gap topganmi, qidirganmi, endi meni gaplarimni yozib. Xullas, ne such. Kommentariyaga kirdim. Juda ham ko'p hali ruskoязычный hamda ingliz tilida gapiradiganlar, meni yomonlashgan va hokazo o'zbek qizlar o'zbekcha yozadiganlar polni молодец, to'g'ri gapiradi deb ayollar yozgan. Yoshda bitta kommentariy ko'p ko'rib qoldim. Bu mizoginist bu ayollarni yomon ko'radigan va buni IQ'si past deb yozibdi. Demak, birinchisi IQ'm past bo'lishi mumkin. Endi bilmayman kimga qanaqa, lekin tekshirtirganda 128 chiqqan. Lekin pulim daxuya. Hozirgilarga IQ emas, hozirlarga pul muhimi birinchi o'rinda. O'zinglar shu narsani tan olgansizlar, u gelik, velik deb. Ikkinchidan, mizoginiya, ayollarni yomon ko'rish. O'zbekiston 99.9% erkaklari meni g'oyamni, ya'ni haqiqiy erkaklik, oilaviy qadriyat, семейный ценности degan narsani qadrlashadi. Shu narsani qadrlamayap turgani uchun ko'p ayollar ajrashishlar ko'p bo'lyapti. Demak, agar feminizmga keladigan bo'lsa, равноправие, teng huquqli gap so'z yo'q. Давайте haqiqatan ham teng huquqli bo'laylik bo'lmasan. Sizlar faqat shu ofisni hamda menejerskiy patologiyalarni mo'ljallaysizlar. Xolos feminizm deganda shu ofislarda o'tirsanglar, meni buyrug'i restoranlar, erkaklar marak bo'lib ishlashadi. Sizlarni xushu-mushu deb yeydigan delikateslarni olib kelishadi bir necha oylarga ketib. Nimaga ayollar yo'q bitta ham bu sferada? Nimaga oddiygina stalbaga chiqib elektriklik qiladiganlardan bitta ham ayollar yo'q? Sizlarni tokiylarni ta'minlab beradigan хотя бы kamenshik, betonshik, sizlarni uyinglarni fundamentini qo'yadigan bitta ham bir ayol yo'q. Erkaklar qiladi shu ishlarni. Feministkalar aylanib ketdinglar, nimaga sizlar shu ishlarni qilmaysizlar? Sizlarni krantilarda olsanglar issiq suv chiqadi. U nimadan siydi? Ko'mirdan siydi. Ko'mirda kimlar? Erkaklar ishlaydi 99%. Nimaga shu joyini indamaysizlar, momo qizlar? Hamma narsada tenglik qilish kerak, teng bo'lmoqchi bo'lsanglar. Bu yerda nima ketyapti? Har doimgi gap, двойные стандарты. Sizlarda bo'lsa bir 2 haftacha oldin video qo'ygandim bir sinimiz haqida. Operatsiya bo'lishi kerak, iloji boricha tezroq. Shu pochkasida og'ir kasalligi bor ekan, qurib ketyapti pochkasi, tezroq shu borib davolash kerak ekan deb. Yetarlicha summa yig'ilmabdi, qadrdonlar. Uydagilar ham mana shu uyini yarmini sotishibdi. Plus nima deydi? O'zi videoda ko'rgan bo'lsanglar, akasi ham o'zini pochkasini bergan ekan. Pochkasi tushmagan ekan, hozir endi onasi pochkasini bermoqchi ekan. Shunga ozgina mablag' kerak bo'lyapti, qadrdonlar. Imkoniyatinglar bo'lsa, shu sharoitinglarga qarab yordam berib yuboringlar shu insonlarga. Albatta savob bo'ladi. Hammaga rahmat. Nima bo'lyapti, Shoh? Nima bo'lyapti, tinchmi? Indeks nechi indeks? Nafas olamayapman. 10. Kecha 8 edi. Xotinim bo'lganda trakim mashina qilib har kuni yig'ishtirtirardim. Bizni ustimizdan kulyapsan, xoin! Toshot unga! Ostona akalar kecha havo indeksi ko'rsatkichi 8 edi, lekin bugun 10 ga chiqdi. Nima uchun 10 ga chiqqanini men sizlarga ko'rsataman. Sababi akalar, mana yerda bir 200 ga yaqin trakchi akalarimiz bor. Kechasi bilan uxlaganida trakini o'chirmasdan uxlashadi, sovqatib ketmasligi uchun zaharli gazlar chiqib, mana havo indeksi 2 punktga ko'tarilibdi. Papi mungan. Instagramda uxlashimdan oldin bitta video ko'rib qoldim. Yaxshi ham uxlashimdan oldin ko'ribman shu videoni. Bo'lmasa vashcha boshqa gap so'zlar bo'lardi. Hozir mana ancha spokойный holatda shu video haqida gapirib o'tmoqchiman. Xullas, organlar yig'indisi, bularda odam degim kelmayapti. Telegram kanali ochishga va shu Telegram kanalda yigitlari sovg'a qilgan kunlarda 2 baravar, 3 baravar arzonga sotib olishyapti ekan. Kirib o'qidim, opisiyaniyalarini Telegramda gullarni qo'yib qo'ygan. 4 soat oldin sovg'a qilingan, kecha sovg'a qilingan deb yozib qo'yib, talib sovg'a qilgan bolalarga rahmim kelyapti. O'sha gullarni shu shimaralarga. Kommentariyasini o'qidim o'sha videoni. Kommentariyasida 500 tadan ko'p qizlar yozgan.
o'qib chiqdim erinmasdan. Atigi ikkitasi orasida adekvatni qiz yozgan. Bolalarda his tuyg'usi bor bu yerda. Qizlar g'alati ish qilmayapsizlarmi? Ikkinchisi merkantilni bo'lib ketdinglarmi shu darajada deb yozgan hamma shimaralar o'shalarga ham hujum qilgan. Boshqalari smaylik tashlagan, menga ham silkasini bering. Qizlar kallasini ishlatishni boshlabdi va hokazo degan kommentariyalar qoldirgan. Endi adekvatni qizlar, sizlarga savolim bor. Yibanko shmara shkuralarga emas, adekvatni qizlarga. Sizlarga agar yigitinglar shunaqa joylardan zayuzini olib, o'zi sovg'a qilingan gullarni yana arzonga olib sizlarga bersa, adekvatni qizlar sizlarga shu narsa yoqadimi? Ikkinchi savolim, o'sha sizlarga sovg'a qilgan bola shunaqa gulni qanaqa munosabat qilasizlar? Qandaydir ko'zinglarda bir qiraqa bordi ko'rinadimi? Gapim bilan nima demoqchiman? O'zlari erkaklarga masalan erkak emas pastupik qiladigan narsalar yaratib berishadi. Erkaklar shu pastupikni qilsa erkaklar qolmadi deydi. Bu yerda двойные стандарты degan narsa ketyapti. Лично men возможностьim bo'lmasa magazinga borib bittagina atirgul sovg'a qilganim yaxshi, kimnidir уже sovg'a qilinib, yana qaytadan sotilyapti turgan gulni olgandan ko'ra. Akalar, babuinlar, ko'zinglarni ochinglar. Hozirgi 99.9% qizlar qayerda olyapman bu gapni 500 ta kommentariydan attiga 2 ta degani o'zi statistikani chiqarib olinglar. Sizlarni faqatgina finansiy koshelok sifatida ko'radi xolos. Ya'ni menga hamma narsa должен, men xohlagan narsamni pastupogima qilaman bu narsa bilan. Lekin buni his tuyg'usi, bu menga qilgan e'tibori, o'sha gulni olay deb qilgan harakati, mashaqqatim, mehnat, aravakashlik qilganmi, taksistlik qilganmi, men kliterimni qo'ygan joyim bor. To есть erkak kishini hech qanaqa qadri yo'q, his tuyg'usini qadri yo'q. Chinni faqat pulga bo'lib ketgan xolos. Umuman oila qurishga tayyor emas. Mana qayerdan ajrashishlar? Chunki erkak kishini oldingidaqa gentleman sifatida vоспринимать, ya'ni qabul qilishmayapti. Faqatgina shu soqqa olib keladigan koshelok instrument sifatida ko'rishyapti xolos. Shuning uchun pulinglar bo'ladigan bo'lsa, ota-onalarga o'sha pulinglar sarflaylar. Hozirgilarga вообще не стоит. Orasida bir normal, adekvatni qizda elektron mikroskopda tov oladigan bo'lsanglar, o'sha qizga butun dunyoni sovg'a qilinglar. Hozirgi dunyoda hozirgi tendensiyada umuman qizlarga hattoki jvachka berishga ham arzimaydigan bo'lib qolgan. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, akalar, ko'zinglarni ochinglar. Qo'llarimda gullar, oyoqlarim sen tomon shoshar, o tomonimdagi bekatlar menga yana seni eslatar. Lekin hammasi o'tib ketdi, hasonlarga burkanib ketdi. Boshim uzra ming xil xayollar, qani savollarga javoblar. Mayli qaytmasang qaytma endi, yurak sog'inchdan to'yib ketdi. Suratlaring yirtib tashladim, xabaring esa o'chib ketdi. Bulardan aytguncha ne foyda, eslayman seni oyda yilda, hammasiga qo'yilgan nuqta. Ate ummonga ko'rsatyapman, ashulash bilan ko'ringlar deb. Bilaman 100% ko'rishadi. Akalarim bilasizlar.